Qadrli yurtdoshlar, O'zbekistonda shaxsni ruxsatsiz tasvirga olish taqiqlanmoqda, lekin ayrim istisnolar bor. Qonun loyihasi O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborildi. Roziliksiz tasvirga olish mumkin bo'lgan 8 ta holat. Birinchisi, qidiruvdagi shaxsni aniqlashda. Ikkinchisi, xavfsizlik yoki jamoat tartibini ta'minlashda. Uchinchisi, davlat organlari xizmat vazifasini bajarayotganda. To'rtinchisi, qonunbuzarlik haqida xabar berganda. Beshinchisi, davlat xizmatchilari xizmat vaqtida. Oltinchisi, jamoat joylarida va ommaviy tadbirlarda umumiy jarayonni aks ettirishda. Yettinchisi, tasvir ochiq manbalarda bo'lsa. Sakkizinchisi, oldindan kelishilgan maqsadda olingan tasvirdan foydalanilganda. Qo'shimcha talablar. Voyaga yetmaganlar uchun ota-ona roziligi kerak. Video kuzatuv haqida ogohlantiruvchi belgi bo'lishi shart. Yashirin kamera uchun javobgarlik belgilanadi. Kiyinish xonasi, hojatxona kabi joylarda kamera o'rnatish taqiqlanadi. Bu xabarni yaqinlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying.